Videoni ko'rishdan oldin bir dona obuna bo'lib aytib o'tdim, chunki bunaqa dalboyib odamlar bilan sizlar ham o'ynagansizlar. O'zi bitta ham shot ololmaydigan bola orqadan otib asabga o'ynaydi. Ikkinchi o'yinni ko'ringlar o'zlaring. Bu bola keyin 406 o'yna olmay qolib 24 olib chiqdi, 24 ga o'tib ketdik. Ha, nima bo'ldi? Boshqa o'yin bilan o'ynamaysanmi? Va nihoyat o'yinning oxirida bu bola men bilan tadayam o'ynamas ekan.